Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlarga navbatdagi uskunamiz haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu uskunamiz induksion falga yopishtirish uskunasi bo'lib, bu uskunaning asosiy vazifasi pet va shisha idishlarning og'ziga mana bunaqa falgalarni issiqlik yordamida yopishtirib beradi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, uskunani birgalikda ishlatib ko'ramiz va sizga narxlarini aytib o'taman. Uskunamizdan asosan dori-darmon, yog'moy, kimyoviy yuvish vositalari va boshqa ishlab chiqaruvchilar keng foydalansa bo'ladi. Uskunamizda eng kichigi 2 sm dan diametri maksimal 10 sm gacha bo'lgan idishlarning og'zini falga bilan yopishingiz mumkin. Uskunani ishlatish juda ham oson, uni istalgan odam bemalol ishlatishi mumkin. Uskunani tokko'laymiz, boshqaruv panelidan kerakli quvvat va vaqtni sozlaymiz. Mana bu tugmani bossangiz, bosishda o'zi kifoya qiladi. Bossangiz qadog'ingiz tayyor bo'ladi. Mana bu yerdan yoqish tugmasidan uskunani yoqamiz. Bu yoqdan vaqtni sozlaymiz mana. 1,5 soniya bizga yetadi. Bu yoqdan nechta qilgani sanoqqa ketadi. Bu yoqda quvvati 700-600 vatt yetadi bizga. Bo'ldi. Endi mana bunaqa maxsus falgalarimiz bor. Bu falgalar ham kerak bo'lsa sizga yetkazib beramiz. Qopqoq ichiga falgani solamiz. Va idishni buraymiz. Qopqog'iga to'g'rilab knopkani bitta bossak bo'ldi. Mana. Juda ham mustahkam, ideal qilib yopishtirdi. Hozir bitta idish sizga suv solib ishlatib ko'rsataman. Mana idishimizga ozroq suv solib olamiz. Qopqoqqa falgani to'g'rilaymiz va yopamiz. Aytganimdek knopkani bitta bossak tayyor. Ideal holatda chiqadi. Uskunamizda aytib o'tganimdek, eng kichigi 2 sm dan kattasi 10 sm gacha diametrdagi bo'lgan qopqoqlarni bemalol yopsangiz bo'ladi. Siz o'zingiz ishlash tezligingizga qarab o'rtacha daqiqasiga 20 ta 30 tagacha idishni falga bilan yopsangiz bo'ladi. Uskunamizning sifati a'lo darajada. Bu uskunamiz Xitoyning ishonchli kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan. Uskunamizga 6 oy garantiya beramiz. Siz bu uskunani hozirgi kunda $200 ga xarid qilishingiz mumkin. Uskunamizni xarid qilish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentlarda o'z izohingizni qoldirib, qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz kanalimizda boshqa turdagi uskunalar haqida sizga ma'lumot berishda davom etamiz.